etamiz. Shaxmat 64 katakda kechadigan, har bir yurishdan oldin aniq hisob-kitob va strategik fikrlashni talab qiladigan sport turi. Bu boradagi qiziqish esa bolalikdan shakllantirilsa, natijalar yanada yuqori bo'lishi mumkin. Bugun maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning qobiliyatini erta aniqlash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shaxmat nafaqat sport, balki loyihani, o'ziga xos mantiqiy fikrlashni shakllantiradigan sport turi. Prezidentimiz qarorlari bilan belgilangan vazifalar doirasida esa shaxmat bo'yicha tashkil etilayotgan qo'shimcha mashg'ulotlar buning yaqqol amaliy isboti bo'la oladi. Qo'ng'irot tumanining chekka qishlog'ida yashovchi 6 yoshli Gulasal ana shunday imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan shaxmat bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi chempionatida o'zini namoyon qila olgan yoshlardan. Qo'ng'irot tumanining chekka hududida faoliyat yuritayotgan mazkur davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan bir qatorda ularning qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirishga ham e'tibor qaratilmoqda. Shaxmat to'garagiga qatnashib kelayotgan 6 yoshli Gulasal Babirovshanova qisqa vaqt ichida sezilarli natijalarga erishdi. Muntazam mashg'ulotlar, musobaqalardagi ishtirok va ustozning mehnati natijasida u ko'plagan tanlovlar g'olibi, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi chempioni hamdir. Men kichkintoy kezimda shaxmat sportini qiziqqanman. Ko'plagan jaraslarga qatnashganman. Sharslarda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarda egallaganman. Kelajakda Javohir Ag'ama qisqagan tanmal bo'lishaqman. Yerimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarmoqchiman. Uning shaxmatga bo'lgan qiziqishi va erishayotgan natijalarda to'garak mashg'ulotlarning o'rni katta. Eng muhimi, bu imkoniyat bolalar uchun bepul tashkil etilgan. Prezidentimizning sportga, ayniqsa shaxmat sport turiga bo'lgan e'tibori natijasida yoshlarimiz ko'pgina yutuqlarga erishib kelmoqda. Masalan, shogirdlarimdan biri Babirovshan va Gulasal ko'pgina musobaqalarda qatnashib, respublika bosqichlarida birinchi o'rinni egallab, 5 tashabbus olimpiadasida faol ishtirok etib kelmoqda. Gulasal bugunga qadar bir qator tanlov va musobaqalarda ishtirok etib, faxriy ishtirokchi sifatida ham e'tirof etilgan. Uning misolida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'lga qo'yilayotgan qo'shimcha mashg'ulotlar bolalarning qiziqishini aniqlash va iste'dodini yuzaga chiqarishda muhim vosita bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar o'z natijasini bermoqda. Buning amaliy natijasi sifatida qishloq sharoiti chekka hudud bo'lishiga qaramasdan kamol topayotgan chempionlardan ko'rishimiz mumkin. Bugun Barnojol Gaspayeva, Yusuf Qidirbayev, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.